Tomoshabinlarimiz uchun biroz tushunarli bo'lishi uchun men ikki og'iz bilan gap bilan tushuntirib bersam, bu mehmonimiz shunday demoqchilarki, xonadonimga aynan filtrlarni reklama qilish uchun qaysidir bir korxona va yoki firmalarni mutaxassislari kelib, uyimdan, jumragimdan oqayotgan suvdan namuna olib tekshirishdi. Zang, yog', moy, yana qandaydir bir qora quyqalar. To'g'risini aytaman, men uyimga ham kelishgan. Mana o'ylab qoldim. Qarang, shunchalik borki, oddiy o'sha yerdan krandan oqayotgan suvda icholman, lekin shunchalik birozgina shubha paydo bo'ldi sizda. Endi suvga pul to'lagandan keyin har qanday fuqaro shunaki mutaxassis sifatida o'zingiz izohlab bering. O'rnatib bergan, lekin yumshoq bo'lyapti-da u suv. Mana qarang. Mana men sizga boshidan tushuntirib beraman. Meni o'zim uyimga ham keldi bu narsa. Men keyin uni mutaxassis sifatida tushuntirib bergandan keyin indamasdan chakkaga o'chib chiqib ketdi. Nima uchun? Sizga filtr olib kelyapti. Unda elektroliz degan narsasi bor. Tok. Ya'ni tok bor, to'g'rimi? Kanalizatsiyadan chiqayotgan suvni shunaqa qilib gapirishdi bizga. Ikkita idishga suv solyapti. O'zini suvini va vodoprovoddan kelayotgan suvni solyapti, to'g'rimi? Vodoprovod suviga solsa, demak, ko'pirib, qorayib bir narsalar bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Jarayon bo'lib. Nima uchun? U elektrolizni solganda suvdagi tuzlarni ajratib tashlayapti, uning ichidagi moddalarni. Tushunyapsizmi? Tok. Men sizga yana tushuntiryapman. O'sha temirni ajratganda, masalan, suv ichida temir moddasi bor. U qorayadi tabiiy. U qorayadi u. Suvdan ajragandan keyin qorayadi u narsa. Qoraygandan keyin o'zining funksiyasini bajaradi. Ko'piradi, sarg'ayadi. Go'yoki kanalizatsiya suviga o'xshatib qo'yadi. Ana endi siz filtr qo'yganingizdan keyin u filtr suvdagi bor elementlarni yechib oladi. Ya'ni uning ichida masalan Toshkent shahriga berilayotgan suv ichida 20 dan ortiq tuzlar bor. 20 dan ortiq. Inson organizmi uchun foydali bo'lgan. Undan tashqari albatta. Eshittirasiz. Siz ichayotgan suvingizda do'ma tuzlar bor. Butunlay qarshi qilib qo'yapsiz suvga. Tushunasizmi? Siz uni ichganingizda sizga foydali bo'ladi. Endi siz filtr qo'yganingizdan keyin filtr uni yechib oladi, hamma elementini. Faqatgina H2O, ya'ni kislorod bilan vodorod qoladi u yerda. Suvni o'zi qoladi. Ya'ni o'lik suv uni ichganingizdan keyin, u H2O ni ichganingizdan keyin u suv sizdan yechib tushib ketadi. Moddalarni. Tushunasizmi? Hozir mana xohlagan vrachingizga borib ayting, sizga vodoprovod suvni tavsiya qiladi. To'g'ri, ba'zan masalan jumraklarimizda kelib qoladi sariq suv. U tarmoq bilan bog'liq. O'sha boya aytganimdek tarmoq eskirgani bilan bog'liq. Bu suv siyosati davlat nazoratida. Esingizdan chiqarmanglar. Xodimlarini jon kuydirib gapirishiga qaraganda, demak, Xudo ko'rsatmasa, agar bitta odam zaharlanadigan bo'lsa, bilasizmi, sohani kelib topdi. Odamlarimiz ichimlik suviga bo'lgan munosabatini o'zgartirmas ekan, bu kabi muammolar demak bizni ortimizdan quvlab kelaveradi.